Ko'p qilmang, ozgina qilmang. Alo. Madina opa? O, Madina opa? 3 yil oldin operatsiya bo'lgansiz, a? 3 yil bo'ldi. Operatsiyadan keyin hid paydo bo'lmadimi? Yo'q. Oldin polip o'sgan, hid pasaygan, hid yo'qolgan. Operatsiyadan keyin hid tiklanmadi oldingisida ham. Bunisida ochildimi biroz? Bir to'y ochilib yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi, xudo xolasa. Inshaalloh yana ham yaxshi bo'ladi. Bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan 2 hafta oldin burun bitishiga, bosh og'rig'i, hid sezmaslikka shikoyat qilgan. Bundan 3 yil oldin operatsiya o'tkazgan ekan, poliplarni oldirishgan. Tekshirib ko'rganimizda burun bo'shiqlari to'lgan, polip bilan o'rta chiqanoq olib tashalgan. Oldingi operatsiyada hid sezish yo'q va biz operatsiya qildik. Operatsiya jarayonida tozaladi hamma bo'shiqlarni. Yiring ham bor ekan yuqori jav bo'shlig'ida va mana hozir qayta ko'rikka keldilar, tozaladik. Ko'rdinglar, hid sezishini reaksiya qilyapti hidga, juda ham yaxshi. Hali endi 2 hafta bo'ldi. Hozir oldik naparchiklarini, gubkalarini. Inshaalloh bu yoq sekin-sekin shilq qavatiklari tiklanib, hid sezish joyiga qaytadi. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.